Hop, Telegramda premium olish uchun любой Safari'mi, Google'gami kiramiz. Keyin Telegram web deb qidiramiz. Birinchi chiqqan kiramiz Telegram web. Kirgandan keyin nomerimizni yozib, Telegramimizga kirib olamiz. O'zimiz Telegram o'sha premium olmoqchi bo'lgan Telegramimizga kirib olamiz. Keyin premium botga kirib olamiz. O'sha Telegram webdan kirgandan keyin. Man sizlarga bir oylikni olib ko'rsatib beraman. Xohlasanglar bir yillik ham olsanglar bo'ladi shunaqa qilib. Bir oylik 36 ming so'm. Visa karta kerak bo'ladi. Visa karta bilan visa kartani ulab, keyin shuni tasdiqlasak sotib olinadi. Mana shunaqa qilib любой telefonda ham premium olsanglar bo'ladi o'zinglar. Mana sotib olindi premium telefon orqali.